Assalomu alaykum. Mening ismim Muxlisa. Men Buxoro viloyatidanman. Mening qizimda ancha yillardan beri vitiligo oq dog'lari bor edi. Davolanishga qiynalardik. Juda ham lecheniya qilganmiz, natijasi bo'lmagan. Yaqinda Instagramdan, TikToklardan, Telegramlardan doktor Otabek vitiligoni ko'rib qolib, maslahat oldik. Shu quraish mahsulotlaridan xarid qildik. Surtmalaridan oldik, mazlaridan xarid qildik. Yaxshi mahsulot ekan. Allohga shukur, mana qizimni qo'llarida bor edi. Mana yo'qolib ketdi. Hech narsa qolmadi. Mana hech narsasi yo'q. Allohga shukur. Hammasi joy-joyida, yaxshi bo'lib ketdi. Ta'siri sezilarli darajada ekan. Oq dog'lari hammasi yo'qolib ketdi. Allohga ming qatla shukur. Bularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hech qachon to'xtab qolmaslik kerak ekan. Davosi yo'q narsa deb to'xtab qolmaslik kerak ekan. Albatta natijaga erishadi odamzod. Intilsa, harakat qilsa, ishonsa, hamma narsaga harakat qilib, intilib ishonsa, avvalambor Alloh o'zi hammasini unaqa qilib berar ekan. Biza ishondik shu nimaga olib, mana mahsulotlarni ichib, surtib, anchadan buyon qilib yuribmiz. Kattakon rahmat aytaman bularga hammalariga. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Oilam nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalaring ishoninglar, olinglar. Tabiiy, toza mahsulot.